xil aksiyaga tushgan lazerni o'rin ko'rsataman. Sifati juda ham zo'r bo'ladi. Videoga bittadan like bosib qo'ying, bo'lmasa boshladik. Birinchisiga DeWalt 4D lazerimiz o'zini komplektdan ikkita batareyasi, zaryadchigi, bunaqa ochkilarigacha chiqadi. Ko'ribsizlar, polностью noshkalari ham chamadonda ichida turadi. Ikkamiga pultlari ham bor. Narxi o'zi eski narxi 450 ming so'm atrofida sotilgan. Hozirgi kunda aksiya narxini 350 ming so'mdan qilib beramiz. 4D 16 ta linota degan nurlari ham juda ham tinig'idan bo'ladi. Tepasida o'zim tablolari ham bor. Narxi atiga 350 ming so'm. Navbatdagisi Eramax brendidan original lazerni o'rnimiz L3 model. 16 ta linotada polностью lazerlari aylanadi. Sifati zo'rdan bo'ladi, o'zini tablosi ham bor. Batareykaga yetib beramiz. Katta batareykadan bo'ladi. Usulini batareykadan ikkita chiqadi. Ertalabdan kechgacha ishlatsa ham tugab qolmaydigan bo'ladi. Zaryad sifati zo'ridan. Ko'rib turibsizlar, bemalol tepadan pultsiz tegmasdan boshqarsa ham bo'ladi. Bu yerda o'zini pulti ham bor. Pult orqali boshqarsa ham bo'ladi. Xulos kachitibasi zo'r, bu magnetlarga yetib boramiz. Kattagina usulini qilib ishlangan magnetlari, damkratlari ham alyumin metaldan ishlangan. Bu uch yoqli noshkasi ham metaldan ishlangan. Batareykaning indikatori ham bor. Xo'p, o'zi narxi, eski narxi 850 ming so'm atrofida sotilgan, hozirgi kunda aksiya narxini 600 ming so'mdan qilib beramiz. Bonusiga bunaqa breykli noshkasi ham bor. Bonusda ko'rib turibsizlar, original noshkadan bo'ladi. Narxlar bitta-bitta eslatib o'taman. Eramax 4D lazerimiz 600 ming so'mdan aksiya narxi. DeWalt 4D lazerimiz 350 ming so'mdan. Narxlar yoqqan bo'lsa videoga bittadan like bosib, kanalga podpiska bo'lib qo'yasizlar, pastdan umr qoldiraman, aloqa chiqarasizlar.